Shirin tabakalarni yeyishni yaxshi ko'ramiz-ayu. Ayniqsa u kurочкасы bilan bo'lsa qanchalik maza hidi o'zimga ham kelib ketdi. Somsalarni, piroglarni, xullas bolajonlar uchun pizzalarni ham pishiramiz-ayu, lekin ularni duxovkada tayyorlagan vaqtimizda doim olovni nazorat qilishimiz kerak, shunaqami? Endilikda esa CSTOR do'konlar tarmog'ida ajoyib yangi mahsulot keldi. Bugun sizlar bilan Berk mini pechi haqida gaplashamiz. Unda nafaqat pirog taomlar, balkim tovuqni ham pishirsangiz bo'ladi. Hozirda esa uni afzalliklari va texnik imkoniyatlarini bosqichma-bosqich tanishtiramiz. Bugungi video lavhamiz juda ham mazali va qiziqarli bo'ladi. Ekrandan uzoqlashmang, demak, boshladik. Berk mini pechi bu nafaqat zamonaviy dizayn, balki ko'plab qulaylikni o'zida mujassam etgan oshxonaning ajoyib yordamchisidir. Uning katta sig'imi 40 litr bo'lib, turli xil taomlarni pishirish uchun yetarli imkoniyat yaratadi. Mini pechining ichki o'lchamlari bo'yiga 400, eniga 340, chuqurligi esa 300 mm ni tashkil etadi. Blok o'lchamlari esa bo'yiga 482, eniga 552, chuqurligi esa 380 mm. Mini pech kuchli va samarali ishlashni ta'minlaydigan 200 Watt quvvatga ega bo'lib, 220-240 volt kuchlanishda ishlaydi. Harorati esa 35 gradusdan 230 gradusgacha bo'lib, har xil taomlarni pishirishda maksimal moslashuvchanlikni ta'minlaydi. 9 soatlik raqamli taymer esa pishirish jarayonini to'liq nazorat qilish imkoniyatini beradi. Mini pechda zamonaviy rangli sensorli ekran va ikkita yorqin LED displey mavjud bo'lib, ular pishirish rejimlarini oson boshqarishni ta'minlaydi. Foydalanuvchilariga esa 12 xil pishirish rejimini taklif etadi. Shu jumladan kartoshka free, pizza, chips, pechenye, baliq, tovuq. Agarda desert tayyorlamoqchi bo'lsangiz, tortlarni ham tayyorlashingiz mumkin. Shu o'rinda siz muzdan tushirish rejimidan foydalansangiz ham bo'ladi. Pechning ichki qismi yog'ga qarshi qoplamaga ega bo'lib, pishirishdan keyin tozalashni yengillashtiradi. Qovurish jarayonida esa shisha eshik va ichki yoritish tizimi jarayonni kuzatib, zavqlanish imkoniyatini taqdim etadi. Mini pech to'plamiga qovurish savati, xromlangan panjara, emallangan patnis, panjara uchun xromlangan dastak, aylantirgich, ya'ni tovuq mahsulotlarini pishirayotganingizda kiritilgan bo'ladi. Berk mini pechida 6 ta to'g'ri issiqlik elementi o'rnatilgan bo'lib, 3 ta yuqorida va 3 ta pastda. Bitta dumaloq issiqlik elementi esa orqa qismda joylashtirilgan bo'lib, bu issiqlikni bir tekisda taqsimlash va mukammal pishirish natijalarini kafolatlaydi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, o'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Do'konlarimiz tarmog'ida ko'rishguncha.